Do'stlar, yangiligiga baho beringlar. Bu ko'rib turganlaring fasadniy plitka ham emas yoki Eron g'ishi ham emas do'stlar. Bu yangilik, ya'ni jipki klinker bo'ladi. Ko'rib bitta baho berasizlar, bo'rtib chiqqan bo'ladi. Imina do'stlar, xuddi mana shu g'ishni vidini beradi. Yana bitta zo'r narsasi do'stlar, bu agar devoringizda yorug' bo'ladigan bo'lsa, treshina bo'ladigan bo'lsa, treshinalaringizni bekitadi, ham zo'r vid beradi. 10 yil, 15 yil do'stlar garantiya berishyapti. Tushib ketmasligiga, ko'chib ketmasligiga, ammo rangini yo'qotmasligiga bo'ladi. 200 kvadratni o'sha joyga qilib berishgan bo'ladi. Ko'rib bitta baho berasizlar do'stlar. Chekkalariga xohlasangiz xuddi mana shunaqa ranglarda kombinatsiya ham qilib berishaveradi. Narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, xo'p, 80 ming so'mga kilesi, xomash yozi, hamma yo'g'isini qilib berishar ekan. Agar usti haqqisi ham desangiz, usti haqqisi 50 ming so'm bo'lar ekan. Devorning holatiga qarab turib, usti haqqi, xomash yo'q, hamma yo'g'i bilan 130 ming so'm, 135 ming so'm atrofida tushyapti ekan do'stlar. Siz endi buni qildiradigan bo'lsangiz do'stlar, oralariga chang to'laydigan bo'lsa, charchirda bemalol yuvorasiz, zak sho'rni o'tkazmaydigandan bo'ladi. Video pastda nomerlari bilan aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, yangiligimizdan foydalansalaring bo'ladi. Haqiqatda ko'rib bitta sifatga baho berasizlar, bo'rtib g'ishga o'xshab, chista Eron g'ishini fasadini beradi. Sog' bo'linglar.